Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiyarısını Gacıruz, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizlağa 2023 yıl 9. ayının 3. günü. Ertegi yakşembe vatandaş. Sizlergende vaziyetten gep kılıdığın bolsak bugün hazırla. Pulga, nima? Pulga emas. Li Muyang. Yeni Tanlıkla televiziyesi. Bugün ettiğinde koygan mavzusu nime deysiniz? Cungo'da 270 banka özünün özü tüzgen toxtamdan tenip aldı de. Bu yerde purala pul amanet koyduğun, pul amaneti koygan yarışa bankadan qarız aldığın bu jaryanını koyun. Bu yerde purala yeni oluvatqını yok. Purala toxtam xilaplık kılıvatqını yok. Toxtamga xilaplık kılıvatqan Cungo hükümet, banka hükümetinin o. Cungo'nun bankisi. Hükümetinin bankisi. Özü tüzgen toxtamga özü xilaplık kıldı. Bu bankanın sani 270 yürüyüşlük banka. Kim ol dendi? Li Muyang'daydı o. Kasatçılık devri başlandı. Endi bugün sizlerge söz deydiğen leksiyimiz mındak vatandaş. Yakında sizlerinin xabarınla var. Biz bu doğru köp toxtalmadık. Vakti kelgende toxtalımız dep. Bunun sebebi nime deysiniz? Vakit yar bermedi, endi növbet keldi. Mesela nimige? Amerika Qo'shma Shtatlar Savdo ministri Gina Raimondo'nun Cungo ziyareti. Bugün bu xanım Cungo ziyaretinden özü xulas çıkarıptı. Xulasının bütün jaryanı bek abstrakt. O doğruda toxtalışqa vaktimiz yetmeydi ki vatandaş. Bu yerda faqat konkret mazmunlarni tanlab aldık. Mesela Gina xanım neme deydi denkene? Beijing'e berilgan 3 qatımlıq fursat. Biz Beijing'e 3 qatım fursat berdik deydi. Ve Washington üçün aytqanda 3 qatımlıq sınaq. Mavzulu xabar 9. ayının 2. günü Van Vitor e'lon qilindi. Xabar bundaq başlandı. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo Cungo ziyaretiga baho berdi. Qaraganda natija 3%, mag'lubiyat 7% deb baholadi. Amerika Cungo elishadigan keyingi nuqtalar, masalan Prezident Joe Biden hukumati 10. ayda Tayvan ve Koreyadan Cungoga eksport qilinadigan Android eksport qilishning vaqtini uzartishni yoki boshqarish huquqini xalos qilamdi yo'q. Endi kelar hafta ve 11. ayda Prezident Joe Biden bilan Xi Jinping ko'rishadigan 2 qatımlıq fursat amalga oshamdi yo'q degan masalaga berib ketiladi. Bu yerda siz bizga notanishgan, bugun yangidan chiqdi nima desangiz, Tayvandan Cungoga Android eksport qiladi ekan. Koreyadan Cungoga Android eksport qiladi ekan. Bu yil 10. ayda Amerikaning buni boshqarishi, tizginlashi vaqt to'shidi ekan. Endi Amerika Qo'shma Shtatlar bu vaqtni yana uzartamdi. Bundaq bo'lganda Tayvan yana eksport qilamdi Cungoga. Koreya yana eksport qilamdi Cungoga degan masala o'tirib chiqadi vatandash. Bu demek bugün Android'ni eksport qilish Cungoga asosligi eng gavdalik misoli iqtisodning taraqqiyotiga bevosita munosabatli. Chunki hozirgi dunyoda iqtisod fan texnikaning taraqqiyotiga qarab qoldi. Shunaqmi? 2 qatımlıq fursat amalga oshamdi yo'q. Masalan, ko'rishish masalasini tunigun bir so'zildik, oxirida so'zlaymiz. Reis Xi Jinping bilan Prezident Joe Biden ko'rishamdi degan masalani keyin so'zlaymiz. Savdo ministri Gina Raimondo Cungoga ziyoratga chiqishdan burun har qaysi taraflar Cungo Amerika munosabatida ilishning kechiringlar. Masalan, harorat ikki davlat o'rtasidagi haroratda ko'rilishini umid qilishgan edi.
Lekin Amerika tarafmi, Jungo tarafmi, Jungo-Amerika munosabatida haroratda illish bo'ladiganligi to'g'risida umidga loyiq hech qanday uchurni izhor qilishmadi. Amerika Jungo yaxshiladi, illiydi, bahor keladi, bu degan gaplar to'g'risida ya Jungo ya Amerika hech qanday bir uchur tarqatmadi dedi. Shundan keyin, ya'ni Beijingda Gina Raimondo suhbat o'tkazib bo'lgandan keyin ikki taraf qo'shilgan birli narsa, ya'ni birli siyosiy hodisa, ikki taraf savdo tijorat yo'llarining ravonligini tiklashdan iborat. Yani Jungo Amerika o'tirisi savdo davomlashtirsin. Bu odatda urush davridan davomlashadigan ish vatandosh. Ayni vaqtda urush jarayonida har qanday davlatlar bir-birlariga darhol munosabatni, ya'ni iqtisodiy munosabatni uzib tashlamaydi ekan vatandoshlar. Jungo Amerika munosabatlarini muqimlashtirishning yangi taraqqiyoti Prezident Joe Biden hukumati hech bo'lmaganda savdo tijorat almashtirish yo'liga erishgan bo'ldi hisobda. Gina Raimondo Beijingga bordi. Erishgan natija Jungo Amerika munosabatidagi savdo yo'llarining ravonligini saqlab qolish, savdoni davomli qilib turish. Bu odatda shunday bo'ladi vatandosh. Buning uchun ikki davlat o'rtasida xizmat guruhi qurildi. Lekin bu xizmat guruhi Davlat Majlisi Avam palata Tashqi munosabatlar komitetining raisi Mike McConnell tanqid qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi bilan qo'l tutishib, eksportni tizginlash, eksportni o'rinlashtirish, xizmat guruhi qurish balalarcha xatolik va intayin xatarlikdir dedi. Bu qatamqi shu o'rinlashtirish, ya'ni savdo tijoratini rivojlantirish uchun qurilgan xizmat guruhi xatarlik va balalarcha xatolikdir. Odatda bunda qaraldi. Jungo navbatda ichki va tashqi jihatda boshqarish qalaymiqonlashib ketdi. Ko'rdingizmi? Jungoda hozir ichki jihatdagi siyosat, iqtisod tartiblari va yoki tashqi munosabatlar, diplomatiya sohasidagi barliq munosabatlar qalaymiqonlashib izdan chiqib ketdi. Savdo tijorat va fan texnikani boshqarish huquqini ushlab turgan Amerika savdo ministri Gina Raimondo dal Jungo Kompartiyasi uchirishni xohlaydigan obyekt edi. Ya'ni Gina Raimondoning Jungo ziyorat qilishini Jungo Kompartiyasi kutib turgan edi, taqozo bo'lgan edi. Bu orqali bir yo'l ochimiz degan edi Amerikaga. Ya'ni menimcha aytganda, men esam Jungoni aldaydi, Amerikani aldaydigan yana bir yo'lni topamiz deb o'ylagan bo'lishi mumkin Jungo hukumati. Xilma-xil xayollar qo'y vatandosh. Vaziyat Jungo Kompartiyasini yumshoq bo'lishga zorladi. Diqqatimda oxirgi jumlaga diqqat vatandosh. Vaziyat Jungo Kompartiyasini yumshoq bo'lishga zorladi. Ya'ni qattiq maydon, Amerika qattiq qo'l muomala qilish endi aqmaydi. Dunyoga qattiq qo'l muomala qilish endi aqmaydi. Ham ichki jihati aqmaydi, ham tashqi jihati aqmaydi. Shunga bu vaziyat Jungoni yumshoq bo'lishga, mo'tadil bo'lishga majburladi. Savdo tijorat bo'yicha Amerika taraf bilan suhbat o'tkazish bu dal Prezident Joe Biden hukumati belgilagan raqobatlashish, hamkorlashish, dushmanlashishdan iborat 3 yo'l vaziyat ramkasidir. Demak, bu raqobat, hamkorlashish hozir faqat ish qolgan yo'l savdo tijorat yo'li, mush yo'l bo'yicha hamkorlashish. Shundaqmi ya? 3 büyük savdo ramkasi yoki tuzilgan Prezident Joe Biden Oqsaroyga kirganda e'lon qilgan siyosat edi. Hamkorlashish, dushmanlashishdan iborat. Masalan, buning ma'nosi nima edi? Raqobatlash to'g'risi, raqobatlashimiz, hamkorlash to'g'risi, hamkorlashimiz, dushmanlash to'g'risi, dushmanlashimiz. 3 yo'l vaziyat ramkasida. Prezident Joe Biden hukumatining Jungo qaratgan strategik siyosati belgilanib bo'ldi. Vatandosh, demak, Prezident Joe Biden hukumati Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qaratgan strategik siyosati allaqachon belgilanib bo'ldi. Hozir eshib qolgani faqat ijro qilish jarayoni.
Endi bunu davamlıq görüp kelesiz-go, görüp kelyapatymyz-go vatandaş. Tünün sözlüge muhakemede koyduk oturğazı iki devlet münasebeti muşundaq basqoçqa kirip geldi. Dedik vatandaş, endi şeýe kirip geldi gap, siyaset belgilenip boldy. Endi konkretlaşdyrganda hazır nöbetde nimede konkretlaşdy? Mesela Jungo Amerika münasebetinde Gina Raimondo Saudi ministeri Jungo'nu ziyaret kıldı hazır muş yolda da əməliləşdi dep turaylı siyasetini icra kılış jaryanı. Endi faqat eş qağını Jungo siyasi icra kılış. Jungo Kompartiyası yüzü bir yıldan bir avarı bolup yürüsü mü? Ahire boryallıqqa yüzlenmey bolmadı. Yol tapay dedi. Amerika'nın yanı bir katım aldapakay dedi. Bazanı içip ettim dedi. Hususi şirketlerini koyup ettim dedi. Erkillik ya bazar erkillik erken bazar sodası koyuydu men dedi. Arlık şundak dedi. Vaktimiz yetmedi. Sizler yetkizizke vatandaş. Aşında kılıp bir yıl üzünü üzü avar kılıp yürgen bolsa mı? Lekin bugünkü vaziyet onu kıstap geldi. Bugünkü vaziyet mecburlap geldi. Endi boryallıqqa yüzlenmey başka çare yok. Bundaq ahval aslında Prezident Joe Biden Reis Xi Jinping bilen görüşemdi. Söhbetleşemdi. Növbette ikili fırsat var. Onun 9. ayda Hindistan'da ötkizildiğin 20 devlet yukarı dercilikler yığını. Muşu yığında Reis Xi Jinping Prezident Joe Biden bilen görüşemdi. Tünügün bir cümle yani hata ketip kapta geçirirler. Tüzütüp anlarlar vatandaşlar Prezident Joe Biden Hindistan'da 20 devlet yığını katnaşmaydı diyen gep eğizdim çıkıp kaptı. Bunu tüzütüpler. Prezident Joe Biden Hindistan'da 20 devlet yığını katnaşırdı. Hem o yığını ahırlaştırıp Hindistan'dan ziyaret için Vietnam'a yetip geldi diyen haberler çıkan idi. Elbette şundak buluşu mümkün vatandaş. Hazır Prezident Joe Biden katnaşmaydıgan yığınmış 9. ayının başlarında Indonezya'da eçildiğin Şarkı Canubi Asya Devletleri İttifakı'nı kısak yığını. Bunun katnaşmaydı. Çünkü hatalığım nazı bir tüztü oldu değil mi vatandaşım? Demek 20 devlet yukarıdarcılıkla yığını. Yani biri 11. ayda Amerika'nın San Francisco şehirde ötküzüldüğün Asya Teçöken yığını. Bunun Reis Xi Jinping katnaşmakçı idi. Lekin hazır katnaşmayman bu yığınga degen mi haber mi kim miydi torbitiga qaraganda vatandaş. Biroq bu yerda bir şart nima deseniz, Şangay Memuriyet Başlığı Li Jiaqio ning San Francisco yığını katnaş hukukunu Aksaray bevosita rad qildi. Çünkü Li Jiaqio Hong Kongda kişilik hukuk meselesi bo'yicha eğer qataliq o'tkazganligi uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bu kishini embargo qilgan edi. Afsusda o embargo qilingan odam Li Jiaqioni 11. ayda ötküzülgen San Francisco yığını katnaştırışkı bulmaydı da. Endi bugün bu yerdeki şart Li Jiaqio 11. ayda San Francisco'da ötküzülgen Asya Teçöken iqtisatran yığını katnaşmaydıgan bolsa Reis Xi Jinping bu yığın kelenmeydi. Eğer keledigan bolsa bu mesuliyetini devletinin içinde partiye, hükümet ve merkezi komitetine tapşıramaydı. Demek şundan qaraganda 11. ayda San Francisco'da etildiğin yığınga Reis Xi Jinping bu yığınga mı katnaşmaydı. Hazır tünügün dep bulduk, Beijing Reis Xi Jinping Hindistan'da etildiğin 20 devlet yığınga katnaşmaydı. Bunu tünügün Modi Hindistan veziri ve sahiphan devlet bizi ilan kılıp buldu. Hazır demek iki yığın katnaşmaydı. Tünügün kulasımız boyunca bugün endi iki yığın katnaşmadı. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden bilen Jungo'nun Reis Xi Jinping uçuruşidigan, söhbetleşidigan barliq imkoniyatlar yolları itildi diye. Bunun kichikgina bir davom bor deb bo'ldi. Keyin sizga uzrab ketmiz vatandosh.